Jarayonni menga bir o'quvchi o'smir qizim aytib qo'ydi-da, shoirpa mana shunaqa gruppa bor. Shu gruppada shu qizlarni avval gaplashadi, sevgi, muhabbat qilib gaplashib, yalang'och rasmini olgandan keyin gruppaga qo'yib yuboradi-da, keyin undan keyin o'chirmasdan pulini olib yuraveradigan guruh bor deb gapirgandan keyin men murojaat qildim o'sha o'zimizni Toshkent shahar ichki ishlarga va bu o'rganilgandan keyin bu uyushgan jinoyatchilik bo'lib chiqdi aslida. Uyushgan jinoyatchilik va bularning qurbonlari ham ko'p bo'lib chiqdi. Chunki 200 necha mingta ham bo'lgan o'sha a'zolar soni va ulardagi qurbon qizlar soni, ayollar soni ham juda ko'p. Va eng yomoni bilasizmi nima? Rasmini qo'yyapti-da, tagida o'zini o'sha misol uchun 16 yosh, 17, 20, 22 yoshlari katta men fohishaman deb yozib, tagiga telefon nomerini ham qo'yib qo'yish holatlari kuzatilyapti. Vaholanki ular umuman bu jarayondan bexabar va mana ko'rdingmi, sani rasmiy tarqalayotibdi, mana buncha pul olib kelib berasan.